Diqqat, barcha musulmonlar ogoh bo'ling. O'zbekistonda Ramazon oyi sanasi o'zgargani hozirgina rasman e'lon qilindi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar, tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling. Ramazon oyi kirib kelishi 2026-yilning 18 fevralida boshlanishi kutilmoqda. Birinchi 10 kunligi 27 fevraldan, ikkinchi 10 kunligi esa 9 martda nihoyasiga yetadi. Qadr kechasi esa 15-16 martga to'g'ri keladi. 19 mart Ramazonning so'nggi kuni bo'ladi. Muqaddas It Ramazoni esa 20 martga to'g'ri kelishi mumkin. Oylar sultoni Ramazonning taxminiy kirib kelish sanasi, Qadr kechasi, It Ramazon hayit bayramlari qachon bo'lishini bilib oling. Gunohlar to'kiladigan, shaytonlar kishanlanadigan musulmonlarning suyukli bayramiga yaqin qoldi. Bu haqida yaqinlaringizga ham xabar berib qo'ying. Aziz do'stlar, videoroliklarimiz keng tarqalib, barcha fuqarolarga ham yetib borishligi uchun albatta o'z hissangizni qo'shing. Like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang.